Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buy bobolarimiz va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim. Men buni shunchaki ogohlantirish uchun emas, balki pulingiz bekorga yo'qolib ketmasligi. Keyin idora yurib ovora bo'lmasligingiz uchun tushuntiryapman. Gap urokun avgustgacha ishlatilmagan yoki rasmiylashtirilmagan ayrim to'lovlar haqida ketmoqda. Ayrimlar pensionerning kartasidagi hamma pul ko'rarkan deb vahimaga tushyapti. Boshqalar esa menga aloqasi yo'q deb e'tiborsiz qoldiryapti. Ikkalasi ham xato bo'lishi mumkin. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi pullar xavf ostida bo'lishi mumkin, qaysi pullar umuman quymasligini, kimlar albatta tekshirishi kerakligini, qayerga borish va qanday hujjatlar tayyorlash lozimligini sodda qilib aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini saqlab qoladi. Avvalo eng muhim narsani aniq aytib olaman. Oddiy pensiya, ya'ni har oy davlat tomonidan hisoblab. Bank kartangizga yoki pochta orqali beriladigan pensiya o'z-o'zidan 30 avgust kuni kuyib ketadi degan umumiy qoida yo'q. Agar sizning pensiyangiz bank kartangizga tushgan bo'lsa, u pul sizniki. Siz uni bugun ishlatasizmi? Bir oy keyin ishlatasizmi? Kartada qoldirasizmi? Bank qoidalari doirasida u saqlanadi. Lekin amalda muammo boshqa joyda paydo bo'ladi. Muammo shundaki, pensionerlarga oddiy pensiyadan tashqari turli qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, moddiy yordamlar, nafaqalar, imtiyozli mablag'lar, sanatoriy yo'llanmasi bilan bog'liq to'lovlar, dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun ajratilgan maqsadli pullar berilishi mumkin. Ana shunday maqsadli ajratilgan pullarning ayrimlarida muddat bo'ladi. Ya'ni davlat yoki mahalliy tashkilot ma'lum bir maqsad uchun pul ajratadi va uni belgilangan muddatgacha olish, tasdiqlash, ishlatish yoki rasmiylashtirish talab qilinadi. Agar odam xabarsiz qolsa, hujjatini olib bormasa, kartani faollashtirmasa, SMS'ni ko'rmasa yoki keyinroq boraman deb yuraversa, pul qayta byudjetga qaytarilishi, to'lov bekor qilinishi yoki keyingi oyga ko'chmay qolishi mumkin. Ilgari ko'pchilik pensiyasini pochta orqali olardi. Pochtachi uyga olib kelardi, pensioner imzo qo'yardi va pulni olardi. Biror muammo bo'lsa, mahalla pochta yoki pensiya bo'limi bilan gaplashib aniqlashtirish mumkin edi. Hozir esa ko'p to'lovlar bank kartasiga, elektron tizimga, arz asosida, reyestr asosida yoki maqsadli dastur orqali berilmoqda. Bu qulay, lekin bir xavf bor. Odam telefoniga kelgan xabarni o'qimasa, kartasini tekshirtirmasa, bankdagi hisob faolmi yoki yo'qmi bilmasa, mahalladagi ro'yxatga kirgan-kirmaganini aniqlamasa, pul ajratilganini ham bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga hamma pensiya kuyadi deb vahima tarqatmayman. Men aniq aytaman, qaysi pullar xavf ostida bo'lishi mumkinligini tekshiring. Ayniqsa 30 avgust muddati bilan bog'liq ogohlantirish kelgan bo'lsa, mahalla, bank, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlari sizga muddat aytgan bo'lsa, buni juda jiddiy qabul qiling. Birinchi navbatda. Oxirgi oylarda pensiyadan tashqari qo'shimcha pul olgan yoki olish kerak bo'lgan pensionerlar tekshirishi kerak. Masalan, sizga moddiy yordam ajratildi, kompensatsiya tushdi, ijtimoiy yordam kartaga o'tkazildi, bir martalik to'lov belgilandi deb aytilgan bo'lsa, lekin siz hali bu pulni olmagan bo'lsangiz, albatta aniqlang. Chunki oddiy pensiyadan farqli ravishda bunday mablag'larda rasmiy muddat bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh kartasi bor, lekin undan foydalanmaydigan pensionerlar. Juda ko'p otaxon, onaxonlarimizning bank kartasi bor, lekin karta sandiqda turadi. Pul tushsa ham naqd qilib olmasdan bolalar kelganda olib beradi. Yoki men kartani bilmayman deb bankka bormaydi. Mana shunday holatda karta bloklangan bo'lishi, muddati tugagan bo'lishi, pin kod unutilgan bo'lishi, telefon raqami eski bo'lishi mumkin. Siz pul tushdi deb o'ylaysiz. Aslida operatsiya cheklangan bo'ladi. Ba'zi maqsadli pullar esa faollashtirilmasa yoki belgilangan muddatda ishlatilmasa qaytarilishi mumkin. Uchinchi guruh boshqa viloyatda yashab turgan, lekin ro'yxati boshqa joyda bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkentda farzandining uyida yashayapti, lekin doimiy ro'yxati Qashqadaryoda. Yordam mahalla reyestri bo'yicha eski manzilga ajratilgan bo'lishi mumkin. Xabar eski telefon raqamiga ketgan, mahalla vakili uyga borganda pensioner topilmagan. Natijada odam o'ziga tegishli mablag'dan xabarsiz qolgan. Bunday holatlar hayotda ko'p uchraydi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik pensiyasi, yolg'iz keksalar uchun yordam, dori-darmon kompensatsiyasi yoki kommunal to'lovlar bilan bog'liq imtiyozlardan foydalanadiganlar.
Bu toifalarda ko'pincha hujjat yangilash, ma'lumotnoma olib borish, bank rekvizitini tasdiqlash, pasport yoki ID karta ma'lumotlarini yangilash talab qilinadi. Hujjat eskirgan bo'lsa, tizim to'lovni to'xtatib qo'yishi yoki ajratilgan pulni qaytarib yuborishi mumkin. 5-guruh. Yoz oylarida sanatoriy, sog'lomlashtirish, dori-darmon yoki oziq-ovqat yordami bo'yicha ro'yxatga kirganlar. Agar sizga aniq 30 avgustgacha foydalaning deyilgan bo'lsa, bu bejiz emas. Muddat tugasa, yo'llanma bekor bo'lishi, mablag' boshqa ehtiyojmandga o'tkazilishi yoki dastur yopilishi mumkin. Endi odamlarni ortiqcha qo'rqitmaslik uchun kimlar xavotir olmasa bo'lishini ham tushuntiraman. Agar siz faqat oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, pensiyangiz har oy muntazam kartangizga tushayotgan bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, hisobingizda pul turgan bo'lsa, hech qanday qo'shimcha yordam, kompensatsiya yoki maxsus to'lov haqida xabar olmagan bo'lsangiz, 30 avgustgacha kartadagi hamma pulni yechib olmasam kuyadi deb vahima qilishingiz shart emas. Bank kartasidagi shaxsiy pul oddiy savdo do'konidagi mahsulot kabi yaroqlilik muddati bilan quymaydi. Lekin bu yerda ham bir nozik jihat bor. Pul kuymasa ham karta bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Masalan, kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, bank operatsiyani rad etadi. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, SMS kod kelmaydi. Bank ilovasidan foydalanmasangiz, balansni bilmay yurasiz. Firibgarlar qo'ng'iroq qilib, pulingiz kuyadi, kodni ayting desa, aldab kartangizdagi pulni yechib olishi mumkin. Shuning uchun xavotir olmaslik boshqa, e'tiborsiz bo'lish boshqa. Birinchi misol. Farhod aka 68 yoshda. Har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pensiyasi bank kartasiga tushadi. Iyul oyida unga mahalla orqali 500 ming so'm bir martalik moddiy yordam ajratilgan. Lekin Farhod aka telefon ishlatmaydi. SMS'ni kelini ko'radi. Kelini esa xabarni ahamiyatsiz deb o'chirib yuborgan. Mahalladan 30 avgustgacha bankdan rasmiylashtirib oling deyilgan, lekin u bormagan. Natijada oddiy pensiyasi saqlanadi. Lekin o'sha 500 ming so'mlik maqsadli yordam qaytarilishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Bu yerda pensiya emas, qo'shimcha yordam muammo bo'lyapti. Ikkinchi misol. Malika opa 72 yoshda. Uning kartasiga pensiya tushadi. Lekin karta muddati iyunda tugagan. U avgustgacha bankka bormagan, chunki uydan kam chiqadi. Pensiya hisobda turibdi, quymaydi, ammo u foydalana olmayapti. Agar shu orada dori-darmon uchun 300 ming so'm maqsadli kompensatsiya ham tushgan bo'lsa va bu kompensatsiya belgilangan muddatda dorixona orqali ishlatilishi kerak bo'lsa, karta muammosi sababli u puldan ham foydalana olmay qolishi mumkin. Demak, karta muddati oddiy texnik masala emas, ba'zan real pul yo'qotishiga olib keladi. Uchinchi misol. Sobir ota qishda o'g'lining uyiga Samarqanddan Toshkentga kelgan. Ro'yxat hali Samarqandda. Mahalla yolg'iz pensioner sifatida yordam ro'yxatiga kiritgan. Lekin uyida bo'lmagani uchun dalolatnoma vaqtida rasmiylashmagan. Xabar qo'shniga aytilgan, qo'shni unutgan. Sobir ota menga hech narsa berilmadi deydi. Tizimda esa kelmagan deb turadi. Bunday holatda 3 avgustgacha borib holatni tushuntirib, hujjat topshirsa, pulni saqlab qolishi mumkin. Muddatdan keyin esa nima uchun vaqtida kelmadingiz degan javobni eshitish ehtimoli bor. 4-misol. Nigora opa nogironlik pensiyasi oladi. Unga dori xarajatlari uchun alohida to'lov belgilangan. Lekin tibbiy ma'lumotnomasi muddati tugagan. U men oldin topshirganman-ku deb yuradi. Tizim esa yangi ma'lumotnomani talab qiladi. Agar u avgust oxirigacha poliklinikadan kerakli hujjatni olib, mas'ul tashkilotga topshirmasa, to'lov kechikadi yoki ajratilgan mablag' qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun har bir imtiyoz o'z hujjatini talab qiladi. Eng katta tuzoq bu mish-mish. Bir kishi hamma pensioner kartasidagi pulni 3 avgustgacha ishlatmasa kuyarkan deydi. Ikkinchi kishi buni WhatsApp guruhiga tashlaydi. Uchinchi kishi bankomatga yuguradi. Natijada pensionerlar uzun navbatda turadi. Naqd pul yetishmaydi. Firibgarlar esa bundan foydalanadi. Men sizdan iltimos qilaman. Har qanday xabarni tekshirmasdan ish olmang. Ayniqsa xabarda tezda kodni yuboring. Kartangiz bloklanadi. Pulingiz kuyadi. Mana shu havolaga kiring deyilsa, bu ko'pincha firibgarlik belgisi. Ikkinchi nozik jihat ishlatish so'zi har doim naqd qilib yetish degani emas. Ba'zi maqsadli pullar faqat ma'lum do'kon, dorixona yoki xizmat uchun sarflanishi mumkin. Masalan, dori uchun ajratilgan pulni kiyimga ishlata olmaysiz. Oziq-ovqat yordamini naqd qilib ola olmasligingiz mumkin. Sanatoriy yo'llanmasi o'rniga pul talab qila olmasligingiz mumkin. Shuning uchun mablag' tushdi degan xabarni ko'rganingizda uning shartini ham so'rang.
Bu pulni qayerda ishlataman, muddat qachongacha, naqd olsam bo'ladimi, foydalanmasam nima bo'ladi? Uchinchi nozik jihat, vakolatnoma masalasi. Ko'p pensionerlar kasal bo'lib, bankka yoki idoraga o'zi bora olmaydi. Farzandi boradi, lekin qo'lida rasmiy vakolatnoma bo'lmasa, unga ma'lumot bermasligi yoki pulni yechib bermasligi mumkin. Men o'g'liman deyish yetarli emas. Bank va davlat idoralari hujjat bilan ishlaydi. Shuning uchun agar pensioner yura olmasa, notarial vakolatnoma yoki qonunda belgilangan boshqa vakillik hujjati masalasini oldindan hal qilish kerak. 4-chi nozik jihat, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar familiya, manzil, pasport seriyasi, tug'ilgan sana yoki telefon raqami tizimda noto'g'ri bo'lsa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Ayrimlar eski pasport bilan yuradi, ID karta olgan bo'lsa ham bankka yangilangan ma'lumotni bermagan bo'ladi. Natijada bankda bir ma'lumot, pensiya tizimida boshqa ma'lumot, mahallada yana boshqa ma'lumot turadi. Bu esa to'lovni sekinlashtiradi. 5-chi nozik jihat, pul tushganini tekshirish bilan pulni xavfsiz saqlashni adashtirmang. Bankomat oldida tanish odamdan yordam so'rash xavfli. PIN kodni hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodi bank kodidan ham so'ramaydi. Agar kimdir men pensiya jamg'armasidanman, kodni ayting, pulingizni saqlab qolaman desa, darhol aloqani uzing. Pulni kuydirmaslik uchun tekshiraman deb firibgarga berib qo'ymang. Endi nima qilish kerakligini qadamma-qadam aytaman. Birinchi qadam bank kartangiz va hisobingizni tekshiring. Eng yaqin bank filialiga boring yoki ishonchli farzandingiz bilan birga bankomatdan balansni ko'ring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi, kartada bloklanmaganmi, telefon raqamingiz to'g'rimi, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankdan yangi karta chiqarishni so'rang. Odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, mahallaga boring yoki telefon qiling. Menga pensiyadan tashqari biror moddiy yordam, kompensatsiya, oziq-ovqat yordami, dori puli, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa to'lov ajratilganmi? Agar ajratilgan bo'lsa, muddati qachongacha? 30 avgustgacha nima qilishim kerak? deb aniq so'rang. Savolni umumiy beraman. Menga pul bormi desangiz, mas'ul odam ham umumiy javob berishi mumkin. Siz aynan muddatli to'lovlarni so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limidan holatingizni tekshiring. Agar pensiyangiz kechikayotgan bo'lsa, miqdori kamaygan bo'lsa, qo'shimcha to'lov tushmayotgan bo'lsa, sababini yozma yoki og'zaki so'rang, iloji bo'lsa. Ariza yozib qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi pensiya va menga belgilangan qo'shimcha to'lovlar holatini tekshirib berishingizni so'rayman. Menga ajratilgan, lekin olinmagan yoki ishlatilmagan mablag'lar mavjud bo'lsa, ularni olish tartibi va muddatini ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensioner guvohnomasi, bank karta rekviziti nusxasini ilova qilsangiz yaxshi. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, telefon raqamingiz. Yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli tibbiy hujjat, yolg'iz yashasangiz mahalla ma'lumotnomasi, vakil orqali ish yuritsangiz vakolatnoma. Har bir hujjatni alohida papkaga solib qo'ying. Ko'pchilik aynan hujjat topilmagani uchun muddatni o'tkazib yuboradi. 5-qadam, agar pensioner uydan chiqa olmasa, farzandlari befarq bo'lmasin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning kartasi qayerda? Muddati qachon tugaydi? Telefon raqami kimning nomida? Pensiya tushyaptimi? Qo'shimcha yordam bormi? Bularni tekshiring. Lekin ota-onaning roziligisiz kartasidan pul yechish mumkin emas. Ularning huquqini hurmat qiling. Sizning vazifangiz yordam berish, nazorat qilish, firibgarlardan himoya qilish. 6-qadam, 30 avgustga yaqin qoldirmang. Hali vaqt bor degan odat eng katta zarar keltiradi. Oxirgi kunlarda bankda navbat ko'payadi. Mahallada mas'ul odam topilmasligi mumkin. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Bitta hujjat yetishmasa yana bir kun ketadi. Shuning uchun bugunoq tekshiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar muammo chiqsa, uni hal qilishga vaqt yetadi. 7-qadam, xabarlarni saqlab qo'ying. Agar telefoningizga to'lov haqida SMS kelgan bo'lsa, uni o'chirmang. Mahalladan qog'oz berilgan bo'lsa, yo'qotmang. Bankdan ma'lumotnoma olgan bo'lsangiz. Suratga olib qo'ying. Keyin menga aytilmagan, men bilmaganman deyishdan ko'ra, dalil bilan murojaat qilgan yaxshi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki. Oddiy pensiyangiz kartada turgani uchun avtomatik ravishda kuyib ketadi.
degan gapga ishonib vahima qilmang. Lekin pensiyadan tashqari ajratilgan maqsadli yordamlar, kompensatsiyalar, imtiyozli mablag'lar va muddatli to'lovlar bo'yicha 30 avgustgacha harakat qilish talab qilinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l bank, mahalla, pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya organlari orqali o'z holatingizni tekshirish. Men sizga maslahat beraman. Bugun kartangizni tekshiring, hujjatlaringizni tayyorlang, mahallaga bir qo'ng'iroq qiling, qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini aniqlang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga ko'rsating yoki o'zingiz tushuntirib bering. Bir necha daqiqalik tekshiruv ba'zan 100 minglab so'm, hatto undan ko'proq pulni saqlab qoladi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda 3 avgustgacha ishlatish kerak bo'lgan qanday to'lovlar haqida aytishyapti? Sizga shunday xabar kelganmi? Boshqa pensionerlar ham bilishi uchun tajribangizni bo'lishing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa sizlar uchun muhim, amaliy va pulingizni himoya qiladigan ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.